Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizni yangi obyektimiz Samarqand shahrining Taylog'ida Bog'zag'on qishlog'idamiz. Hop, bu yerga ikkita 100 tonnalik kamera qurilyapti. 100 tonnalik kameramiz ichi mana penopolistirol bo'lgan, sandwich paneli. Apparatlarimiz 15 talik apparat. Ikkitasi ham 15 talik kompressor, lekin kondensatori bilan ichkaridagi ispariteli 4 talik 20 talikni kuchini beradigan qilib uстановка qilib berilyapti. 15 talikni o'zini komplektida 3 talik ventilyator bo'ladi. 3 talik 120 talik bo'ladi o'ziniki, buniki 140 talik. Tashqaridagi 15 taliknikini o'zi 120 talik fen bo'ladi. Buni 160 talik Xitoy fenlarini qo'yib berilyapti. Hozir mana uстановка jarayoni. Ustalarimiz teshyapti. talik. Bu kompressor o'zi maksimalli 10,5 kW oladi. Plus minus agregat polni komplekti 15 kW tok oladi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa mana trubkalarni ham izolyatsiya qilib kabel montajlarini ham boshlaymiz. Mana shunaqa. Ikkitasiga Xudo xohlasa 100 tonnadan bemalol yuk sig'averadi. Maslahat kimga qanaqa bilmadiku. 15 taligini Rossiyaga yukuradiganlar o'rnata olmaydi, sababi ularga tezroq sovutish kerak. Bo'lgani uchun maksimalli 4 kun, 5 kun yukini yig'adida Rossiyaga chiqarib yuboradi. 15 talik kichkinalik qilib qoladi ularga. Lekin saqlaydigan, doimiy ko'proq 3 oy, 4 oylab saqlaydiganlarga mana shunaqa komplektida qilib 100 tonnalik xolodilnikka mana shunaqa komplektida qilib uстановка qilsa bo'laveradi. Eshiklarimiz Xitoy eshigi. Xudo xohlasa pitaniyamiz kelgan. Bu yerga katta shit tushadi. Uni yonga ikkita kichkina shitlar o'zini shitlarini qotirib uстановкасini tugatamiz. Xudo xohlasa. Bir 3-4 kunlik ish bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsana bo'ladi. Pastki nomerlarni qoldiramiz.